Turmush o'rtog'ingiz yoningizda bitta postelda yotibsiz, na uni his qilyapsiz, na tanangizga tegsa ehtirosga berilyapsiz, na orgazm olyapsiz. Nima uchun bunaqa bo'ladi? Keyin oxir oqibat aytasizki, meni erim qoniqtira olmayapti, meni qo'ynimni ola olmayapti va menga mehr bermaydi degan tushunchalar bilan kelasiz. Nima uchun shunaqa bo'ladi? Endi sizni o'tmishingizda qandaydir seksual travmangiz yoki seksual убежденияларingiz bo'lsa, deylik bir odamdan siz og'riq olgansiz, miyangizda bu tajribangiz bor, bunga hissiyot bor va xulosangiz bor. Endi psixikachi ajrata olmaydi deb bu figura bilan eringizni, ya'ni bunga his qilgan og'riqlaringiz, nafratingiz, g'azabingiz, ko'ngli aynishingizni o'z-o'zidan mana shu erga ko'chirib qo'yasizda. Mana shu turmush o'rtog'ingiz bilan butun umr 80 yoshgacha ham bir-biringizni yoqtirmasdan to'shingizni alohida qilib yashashingiz mumkin. Qachonki inson o'zini birinchi triggerli vaziyatini topib, o'sha vaziyatda bo'lgan hissiyotlari bilan ishlab, o'zini xulosasini o'zgartirganda, hozir va shu yerda mana shu erkak bilan baxtli bo'ladi va tanasida bo'ladi. Tanada bo'lganda siz o'sha og'riq olmayapsizmi, kallangizga ketib qolmaysiz, lekin tanangizda og'riq bormi, sizni miyangiz har doim olib qochib ketaveradi. Fantaziyalarga, bir narsalarga-da, keyin aytasizki, bo'ldi biz ajrashamiz, biz o'zi farzandlar uchun yashagan ekanmiz deb, prosta umringiz oxirida o'zi orgazm olmasdan ham o'tdim, o'zi u nima degan savollar ham sizda tug'ilishi mumkin. Agar sizga mana shunday foydali ma'lumotlar qiziq bo'lsa, meni Instagram sahifamga obuna bo'ling.